yo'l bo'yida noturar joy, ya'ni biznes qilish uchun noturar joy kerak degan obunachilarimiz uchun mana tayyor noturar joy. Xudo xolasa ancha-muncha ishlarini qilib qo'yishgan ekan. 503 sotix maydonni o'zini ichiga olgan. Xo'p, oldida o'zini parkovka uchun joylari bor. Mana bu yonida xudo xolasa darvozxona qilish uchun joy qoldirilgan. Mana bu bino buzib tashlanadi. Asosiy binoyimiz общий 5 etaj, podvali и mansardi bor. Xo'p, bu joyi oshxona uchun mo'ljallangan. Birinchi, ikkinchi etajlari и podvali ham xudo xolasa oshxona uchun mo'ljallangan. Orqa hovlilari ham bor. Kursilar oldida joyi juda ham kattagina, kengina. Manzilini aniq tushuntiradigan bo'lsam, Toshbuloq davlat xizmatlari markazidan o'tganda kollej keladi. Kollejning shunday yonidagi ushbu binoyimiz sotuvda, xudo xolasa. Xudo xolasa bir chekkadan ko'rsatib o'tamiz. Mana zinalarini tayyor qilib qo'yib qo'yishgan. Inshaalloh akfa derazalardan xudo xolasa o'rnatishgan ekan. Barcha derazalar moshniy qilib eng qimmatidan chiroylisidan o'rnatganman dedilar. Birinchi etajimizni ko'rishingiz mumkin. Ponni 4 etaj panel bosilgan. 5-etaj hozircha mansard holatda. Ikkinchi etajimizni ko'radigan bo'lsa, stashkalarini qo'yib qo'yishgan. Xudo xolasa ikkinchi etajimiz ham zo'r holatda ko'rishingiz mumkin. Xo'p, 3-etajimizni ko'rsatib o'taman. Ko'rishingiz mumkin. Inshaalloh zo'r holatda. Xo'p, mansardga chiqish zinasi hali quyilmagan ekan. Xudo xolasa quyishga tayyor. Manzarani ko'rsatadigan bo'lsa, Xudo xolasa yo'l bo'yida joylashgan ushbu joyimizni endi orqa hovlisini ko'rsatib o'tamiz. Binoyimizni podval qismini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, ko'rishingiz mumkin mana kirganimizda kattagina yana hol, xudo xolasa oshxona uchun mo'ljallashgan, lekin bemalol boshqa bizneslar bilan ham, oshxona bilan ham foydalansa bo'ladi. Har bir etaj 200 kvadratdan. Endi orqa hovlisiga o'tamiz. Bu yerda kommunallardan gaz, suv, svet, kanalizatsiya bor. Gazni ulanmagan xolos, lekin o'zi kelgan. Yondagi avariyaning xotdan kirib boramiz. Aytganimdek, narigi tomonga alohida darvoza o'tish uchun joylari bor. Mana bu binoni buzib tashladi, bir etajlikni. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa mana shunday alohida xonalarni qurib qo'yishgan ekan. Aytgancha, mana bu yerdan orqa hovliga chiqish uchun podvaldan zinalarimiz mavjud. Xo'p, mana bu yerda yana 3-4 ta xonalarini qilib qo'yishgan ekan. Usti yopilmagan. Xo'p, shlaka blokda urilgan ekan. Binoyimiz 2 etaji pishig'ishda, yana 1 etaji shlaka blokda qurishgan ekan. Aytib o'tish kerak. Mana bu yerdan bemalol darvoza uchun qilsa bo'ladi. Xo'p, kanalizatsiyalar kelgan, gaz mana o'tgan, svetlari, suvlari hammasi kelgan. Ushbu binoyimizni hujjatlaridan xudo xolasa umuman muammo yo'q, notariusga tayyor. Xo'p, manzilini aytadigan bo'lsak, Toshbuloqning asosiy chorrahasidan 500 metr o'tganda ushbu binoyimiz joylashgan.